اقرأ باسم ربك الذي خلق. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve'mur ahleke bis-salati vestabir 'aleyha. La nes'aluke rizqan nahnu narzuquk vel 'akibetu lit-takva." İyi ahlini namaz o'qishga buyur. Ham o'zing de ona sabr etib o'ta. Biz sendan rizq so'ramaymiz. Biz seni o'zimiz rizqlantiramiz. Bir işinin ahırdagi unushi va shodligi taqvo kishilar ishindir. Taha surasi 132 oyat. Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda bizga aytadi: "Ey ahlingni namoz o'qishga buyur." Misol uchun keltiram, har bir kishida daraja yog'idan g'ayrisida bolalar qarata o'zicha bir mas'uliyati bor. Maktabdan bola qayta birinchi savol endi 5 yil oldinmi, 2 yil oldinmi? Bu. Поведениесini nechik maktabda shuni so'raymiz. Lekin ko'p ishlatlarda ayniyati kishida boladan so'ramay o'g'lim, namozingni vaqtida o'qidingmi? Abid u 5 yil onun поведениесі qardoshlarım bu dunyo bilan cheklangan, namoz esa qardoshlarım bu dunyoda tugul, kelajak oxirat bilan da beylenişte. Şuna göre onun baxti shundan turadi. Şuna göre şu yaktan olmasa kerak eng muhim narsa biz bola qaytlash, bola maqulum sen namozni o'qiding vaqtida. O'qimagan bo'lsa, akarnab shuni o'tirga kerak. Agar da albatta balog'atga erishmagan bo'lsa. Qaybi shaqlar shuni turda siylaganda kishi aytadi, "Noy ishimiz deydi, bolani jabrlarga tiyishdi." Nechun endi bu? Har bolalar matematika to'g'ri aytasan, bola ekan. Armiyasini поведениесini bo'lar ekan. Namoz to'g'risidagi bunda uni huquqlari borliqqa kelar ekan. O onki qoidalar kelib chiqar. Sen bolani jabrlama deydi. Sen bolani namoz o'qishga kishitmadinglar. Ya'ni atosa namoz o'qitmasak, atosa nishapsan biz bolalarimizga aroqi bilan suv orasida ixtiyor bermaymiz. Shunday. Ya'ni sen bolanga ixtiyor berasan kerak. O'zi so'ylasin deysan. Atosa aroq ishlarga iret, onların o'zi so'ylar aroq ishlargami, yo'qsa suv ishlargami, limonad ishlargami, yo'qsa xamir ishlargami, narkotik bilan shug'ullanargami, yo'qsa sport bilan shug'ullanargami. Sen onlarga atsan, bidirsin ko'rsak, o'zi so'ylasin onları. Alloh aytsan, senga sen nodonman deb qarab turarlar. Anlamas turganda so'z borganda, endi bular aytadilar, nechigin namozni chiqishaydasin, o'zi so'ylasin, namoz o'qirg'ama yesa yo'qmi? Bu bütün meseleler dünya bilan beylengen. Lakin namaz dünya bilan tugul, ahiret bilan da beylengen. Çünkü kıyamet günü bola kelib savol berir, aytayım, "Ani nechik namoz yetmadim deb o'qirgan." Nasıl javob berarsin? Bugungi kunda bu anilarimiz, aytlarimiz, babalarimiz iratdi deb yeydilar. Fatiha surasi, İhlas surasi bo'lsin, boshqa narsa suralari bo'lsinmi, aniyim, abiyim iratdi deb yeydilar. So'ng biz de shunday bo'ldira olamiz deydi. Agar da bolalarimiz zo'r endi İrete almayız iken, nasihat bile almayız iken, anıklarımız var. Allah'tan iştirak edelim. Eğer de bağlarımız kiçkineyken, işleşi bulayken, Allah bilen o meseleni şişirge anlatıra kere, namazga itirge kere bağlarına. Çünkü eğer de hakiki ravuşta biz bağlarımızı yaratamız iken, o hakiki mehabbet bu dünya bilen eşiklenmegen, bu ahiret. Ahiret ve turunda barında söz barında, hem dünya turunda söz barında, iki dünya için, iki ahiret için de ettik. Kişi bolasını yaratırığa tiyiş. Allah mesela gaybelet. O Allah'a yakınlaytan amellerde yerden bitişidir. Kardeşler o gaybelet. Şu an şu yakına onu asla kirek. Lakin şu ravuşta aytasın ki bir şartlarda aniyeti kişi bolasını bir topas halde, bir kışkırıp ağırdıp erlep namazı eteler. O da kardeşlerim dürüst olmaz. Çünkü şunda işaretler var. 18 yıl boyu kişi bir kişi bala şartları Kur'an yatlagan idi. Aytisi ölgenden so'ng 18 yılga İslam dininden çıkıp gitti. Bizning vazifamiz aniyati kişinin o'qituvchilar bo'lsin, bizning vazifa bolaga Allohga qarata, namozga qarata, dinimizga qarata muhabbat solib. Agar biz olsak bolaga bizning vazifa o'tirgan degan so'z.
Lekin agar da biz namoz o'rgatib, Qur'on o'rgatib, bolaning yuragini dinimizga qarata nafrat tug'dirsak, nafrat solsak qarindoshlarim, bu vazifa bo'lmas, bu biz shaytonchilikda bo'lamiz endi. Shunga ko'ra o'rgatasan ekan namozga joylab qo'yiladi. Birer nagrat ulab chiqarishlar, birer bo'lak bir bolaga, ayib bolam, namoz aha, mana bu otma bo'yi namoz o'tirgan shkola emas, yana bo'lak. Allah rizqini. Bu bo'lakni Alloh taolo berdi deb aytira kerak. Aytib bermadi, Alloh subhanahu o'zi berdi. Faqat aytisiz sababgina. Akirlab, taga положительный emotsiya bilan bolani o'zimizga tortira kerak, dinimizga tortira kerak. Bola o'sganda Allohning yaratirgan tish. U Allohga loyiqli. U Allohga loyiqli daraja. Kimdir yaratira mumkin, lekin tegin darajasi on muhabbatni eshitmasga mumkin. Ammo Allohga qarata, u Allohning haqqi, u onun darajasidan to'g'ri keladi. Har bir odam bolasini Allohning yaratirgan tish, chunki u bergan ne'matlarni qardoshlar biz o'z oldimizga keltira olmaymiz. Biz bilgan ne'matlar to'g'risida da o'ylab jibarsan, endi Alloh bilan da qardoshlar, agarda Allohni yo'qotsak, Alloh saqlasin. Allohsiz da qiyin yasharga bo'lar. Abid Alloh taoloning bizga berdi. Alloh turda o'ylaganda endi bizda Allohga qarata muhabbat bor. Shuning turida da bola bilan ishlashga kerak. Mashinada borasizmi ekan? Yo'lda ishga borasizmi ekan? Uyalma, silashib jibar. U bola bilan 1-5-10 minut Alloh turida silashuv, onun ko'nglida, yuragida solma. Bolam sizni kim yaratdi? Alloh taolo. Oyoqlarini qo'llarini kim senga berdi? Alloh subhanahu va taolo. Mana shular akirlab bolamizni fikrga o'tib, Allohga muhabbatga olinib etamiz akirlab. Shukra, shu deb bo'lmasa kerak. Uni ishlatishga kerak. Bolam bo'lsinmi, unut bo'lsinmi? Borganda sen matematika to'g'risida turmush o'rnida shu orasida qistirib jibaring Alloh turunda burasini. Amna senda mana bu bor, tegi bor. Sen kimni yaratasan? Ayting yaratasan. Ha, aytingni senga kim berdi? Alloh taolo deb javob bersa, alhamdulillah. Demak, usuldirsiz. Demak, bola ongli. Bütün bo'lgan ne'mat Alloh subhanahu va taolodan. Demak, bu Allohni yaratir. Allohga inshaalloh umtilar. Bugungi kunda shu bolalarimiz tarbiyasida u falsafaga o'xshagan qardoshlar. Bir ko'p kitoblar yozilgan. Bir ko'p kitoblar. Lekin haqiqiy g'adi tarbiya kishi bera olmaydi. Ne uchun? Chunki o'zi misol qo'yadi. Aytamiz bittaga, siz bilasiz endi u psixologiyada bor endi u qanday narsa, ko'rsatib turgan barmoq ko'tarasiz deganda, ko'bisi zo'r barmoqni ko'rsatadi. Amin aytib ko'rsatib turgan barmoqni shunday deydi. Antumda bilasiz. Lekin shunday aytasizki, ne uchun zo'r barmoqni ko'taradi? Chunki odam bolasi so'zga qaraganda kishidan misol oladi, o'zidan. Bolalarimiz da shunday. Niçin Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile aylar ilaringizni qabrga aylantirmagiz, namoz o'qig'iz deydi. Niçin? Hikmatlardan. Aha, ya qayta ayting. Aha, namozlik she'ya, mana bu bola ko'radi. Aha, hadisi namoz o'qiydi. Aha, hadisi matub deb so'rashadi. Aha, hadisi bola ishladi. Ham bola shuni ko'rib o'zida olib o'tiy boshlaydi. Chunki hadisi shunday ishlagan. Agar da bir gapda shisha bo'lsa, ikkinchi gapda sigaret, narsani sen bolaga aytma, bola senga 90% ishonadi. Ishonadi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam jili Jibril alayhissalomga murojaat etdi. Ya Jibril deydi, mening ummatim namozni bitirib yo'qqa chiqararman. Halak etirman. Ham Jibril alayhissalom javob beradi. Ya Muhammad deydi, sening ummatingdan shunday kishilar kelirlar. Mana bu dunyo kichkina baya bilan butun jinni sotirlar deydi. Shunday kishilar da bo'ladi. Lekin onday kishilar bo'ludan bizga o'zimizga onday kishilarga aylanarga kerakmi? Kirisincha. Agar onday kishilar bor ekan, demak, ko'pmi bo'ldirallar biz namozni o'tirgan jinnimizni yo'qqa chiqarmasga tirishga tiyishmiz. Avval qaydan iborat o'zimizdan ham bizning bolalarimizni tarbiya etishdan. Chunki agarda biz namoz o'qimasak, agarda jamiyatda kishi namoz o'qimasa, unda bizga ne kerak? Shunday. Jamiyat solih yaxshi bo'la olmaydi, chunki namoz ul jamoat zo'r gunohlardan saqlaydi. Agarda kishi ixlos ko'ngildan haqiqiy ravishda Allohga sajda qilar ekan, u ixlos sajdadan turib gunoh qila olmaydi qardoshlar. Agarda namozini durust o'qimay ekan, agarda shunday
hisler keleyken günah kılasın kele. Namazdan sonra günahını kaldırası kelmeyken demek günahta namazda yine de problem var. Nişiktir onun yetkizip jete almay kişi. İhlas konudan belki okumagandır. Çünkü eğer de ihlas konudan okusa namazdan sonra günah işlerge tilak bulurga tiyiş değil. Çünkü Allah Subhanahu Kur'an-ı Kerim'de aytadi, hem onlardan sonra kilde dinesi şunday. Allah namazını helak ettiler, taşladılar, okumadılar, hem uzun nefislerine birildilerdi. Bu Meryem suresi 59. ayet. Çünkü eğer de bizde günah kılırga bir tilak uyanayken demek namazımızga to'g'ri keladi. Ya namozni ixlos ko'ngildan o'tamiz, ya namozda univermaqqa ketamiz fikr bilan. Lekin ixlos ko'ngildan namozni o'qisan, gunoh qilasi kelmaydi qardoshlar. Gunohdan kishi yiroq bo'lishga tiyish. Ham Alloh taolo davom etadi, ham o'zingda ona sabr etib o'tar. O'zingda o namozni sabr etib o'tar. Biror ishni boshlab birga yengil. Namoz bo'lsinmi, Qur'on yodlab bo'lsinmi, yodladim, yetdim. Lekin onu tuturga mana bu og'irlik. Bunda sabr etmek gerek. Çünkü izgilikning og'irligiga gida savob, ajr qoladi. Ham lazzat da qoladi. Gunoh qilgan ishi kesincha agar da shu gunoh qilayotgan lazzati ketadi, lekin yovuzligi, og'irligi ham gunohi jazosi bo'lacak, ham kelajak inshaalloh. Ham Alloh taolo bizga bu oyatlar bilan bolalarimizni qaratadi. G'aylalarımızga qarata da kardeşler namazını o'tav sabırlık bilan hikmat bilan biz o'rnatirga tiyishmiz. Kecha sen namoz o'qimading, xotinlar namoz o'qimadi. Bu sen namozga bosding. Demak, akirni xotinlar o'rnatirga kerak. To'pas qanda agar sen namoz o'qi deb butun kishi Alloh anglamaydi. Butun kishi Alloh anglamaydi. Xotinlar da bolalar da agar da Alloh sen namoz o'qimay turgan itib ko'rdilar ekan, ham sen namoz o'qiy boshlagan ekan, ular shu holda bir sekunda namozga bosmasga mumkin. Lakin agar da o'tirib anlatsan, majlis o'zdirib bir hazratni chaqirsan, Allohga jiddib jibarsa, Alloh so'rovlarni beradi. Shu vaqtda akirlar hikmat bilan balki inshaalloh namozlarda boshqa ham unutma duo qiladi. Alloh shunday qilsa kerak. Ham oxirida biz Alloh taolo biz sendan rizq so'ramaymiz. Biz o'zimiz seni rizqlantiramiz. Bir g'ayib shunday matruslar aytdi. Alloh vakillarda Hazrati beylar ko'tariladi. Beylar ko'tariladi. Şu vakitte şu Hazret matruslar aytdi. Allah bilan ant etaman, onlarga men ixtibar bermayman. Hem de qaroz narsa aytdi qizi. Allah bilan ant etaman, hatto arpa irlig'i bir oltin dinar besi bo'lsa da men onlarga ixtibar bermayman. Bermaydi. Bir nechta men qilmoqchiman yo'q meni. Ne uchun? Chunki mening mas'uliyatim Allohga itoat etu. Onlarga ibodat qil. Chunki u menga amr etdi. Allohning mas'uliyati menga qarata. U menga rizq berdi. Chunki u ona va'da etdi. Shunga qardoshlarım, namozlarimiz turunda, ibodat turunda ko'proq bo'ling. Rizqni Alloh taolo beradi. Agar odam bolasi o'z rizqidan o'limdan shekilli qochib yursa, rizqi o'lim shekilli onlarga borib yetdi. Bir havo bo'lsa da, bir arpa irlig'i bo'lsa da, onu qopmisha, onu sulamisha bu dunyoda ketmaymiz. Shukr Alloh taolo har birimizga de ixlos ko'rdan namozni o'tab, bolalarimizga, aylarimizga, tug'anlarimizga namozning muhimligi turunda yetkazirga har birimizga de nasib etsaydi. Tug'anlarimiz, bolalarimiz namoz ahllaridan bo'lsalar edi. Chunki qiyomat kuni Alloh taolo onun turunda so'rab olar. Ham namoz turunda qardoshlarım, bu ikinchi so'rov. İmandan so'ng. İman turunda so'rov bo'ldi, imandan so'ng Alloh taolo namoz turunda so'rab olacak. Ham agar da biz o'tagan bo'lsak, ya Rabbim, nima qaraz, hozirlar biz vafot bo'ldik. Meni Alloh taoloning oldida bosib turasan sen. Ham Alloh taolo senga so'rov beradi. Ey Ibrohim, namoz o'qidingmi? Ham nima shodlik bo'lacak agarda ya Rabbim, men bir namoz o'quvchi bo'lib bu dunyodan ketdim deb javob bergan, nima lazzat bo'lacak. Ayni agarda o'tamagan bo'lsam, namoz ahllaridan bo'lmasam, ne o'kinish bo'lacak. Ham shu qiziq, ko'pmi o'kinsan-da, ko'pmi bolalar o'kinsa-da, ko'pmi tug'anlarimiz o'kinsa-da, ularga foyda keltiramiz.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين